boshladi. Shiyori juda kulgili tuya hammomni orzu qilgandek gul xo'jayinini yo'q qilgisi kelibdi-da. Shiyorining tanasida qandaydir qora kuch to'lqini ajralib chiqa boshladi va Shiyori oldingi hayotida ko'rinishga kirdi. Shiyorining bo'yi cho'zilib, sochlari zulmat kabi qop-qora tus oldi. Uning ustidagi maktab formasi o'rniga qadimiy naqshnigar qora sovut va hukmdorona yopinqich paydo bo'ldi. Ko'zlari qirmizi rangda yonib, butun saroyni Vorkning energiyasidan ustun keluvchi dahshatli bosim bilan to'ldirdi. Silya qilichni ushlagancha ortga tisarilib, hayratdan qotib qoldi. Demak, uning haqiqiy kuchi mana shunda ekan-da. Hattoki qahramonlik davrida ham bunday qudratni his qilmagan edim. Vork qo'lidagi qilich titray boshladi, ovozi esa qaltirab qoldi. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Sen o'lik eding, bu tanani qanday boshqaryapsan? Shiyori ovozi daryoning gupillashdek vazmin va haybatli. Vork, sen bir narsani unutding. Men soyalarni boshqarmayman. Men soyalarning o'ziman. Mening qilichimni ushlagan qo'llaring kofirlik qilmoqda. Shiyori o'ng qo'lini Vork tomon cho'zdi. Vorkning qo'lidagi zulmat qilichi kutilmaganda olov ichida qoldi va o'z soxta xo'jayinining qo'lini kuydira boshladi. Vork baqirib yubordi. Ah, la'nati qilich, qo'yib yubor! Qilich Vorkning qo'lidan otilib chiqib, havoda aylanib to'g'ri Shiyorining qo'liga kelib qo'ndi. Shiyori qilichni ushlash bilan saroyda barcha mash'allar qora rangda yona boshladi. Shiyori Silyaga qarab, Silya, bu xoinni jazolashimga xalaqit bermang. U mening xizmatkorim edi. Uning jazosini ham o'zim beraman. Vork vahimaga tushib, bor kuchi jamlab Shiyoriga hujum qildi. Meni osonlikcha yenga olmaysan. Men bu saroyni o'zgartirdim. Shiyori: tushunarlimi? Bu saroyni qurdirishdan oldin ipidan iynasigacha hamma narsani rejalashtirib chiqqanman. Saroyning taxt zali, 2-darajali himoya, dushman sehrini muhrlash. Gaplardan so'ng butun bir saroyni tashqi tomondan qoplab oldi va Vork sehrdan foydalana olmay qoldi. Vork bor kuchi bilan sehrini chaqirishga harakat qildi, lekin uning qo'llarida na qora olov, na zulmat energiyasi paydo bo'lmadi. Saroyning devorlaridagi qadimiy naqshlar binafsha rangda porlab, hovlidagi barcha sehrli zarrachalarni so'rib olayotgan edi. Vork dahshat ichida qo'llariga qarab, nima bo'lishi mumkin emas. Mening barcha kuchim go'yo yo'q bo'lib ketgandek. Sen buni qachon rejalashtirgansan? Shiyori sekin Vork tomon qadam bosib, qilichining uchini polga tekkizib beradi. Metalning ovozi butun zalda aks sado beradi. Men bu saroyni qurayotganimda bir kun kelib, sendek xoinlar paydo bo'lishini bilgan edim. Bu zalda faqat haqiqiy hukmdor, ya'ni saroyning kalitiga ega bo'lgan odamgina sehr ishlata oladi. Silya o'z sehrini tekshirib ko'radi. Uning ham qilichidagi oltin nur sinib qolgan edi. Rostdan ham men ham o'z kuchimni his qilmayapman. Demak, hozir bu yerda faqat sen qurollangan va kuchga egasan, Shiyori. Vork: hukmdorim, meni kechiring. Men shunchaki siz ketganingizdan so'ng dunyomiz parchalanib ketishidan qo'rqqan edim. Meni o'ldirmang, men sizga yana xizmat qilaman. Shiyori Vorkning yoniga kelib, qilichini uning bo'yniga tiradi. Xiyonatni kechirish bu zaiflikdir, lekin sening jazoing o'limdan ham battar bo'ladi. Sen bu darvoza ichida qolib, men uni tashqarida muhrlaganimda bu saroyning abadiy asiriga aylanasan, toki men qaytib kelmagunimcha. Sen bu bo'shliqda yolg'izlikda qolasan. Darvozadan qaytish. Shiyori Vorkning tanasini qadimiy zanjirlar bilan taxtga muhrlab qo'ydi. Buning uchun sehr shart emas edi. Saroyning o'zi buyruqni bajardi. Shiyori va Silya darvoza tomon yura boshlashdi. Shiyorining tanasi asta-sekin kichrayib, yana o'sha birinchi sinf o'quvchisi kichkina Shiyori holatiga qaytdi. Shiyori holsizlanib, Silyasan, tezroq chiqishimiz kerak. Bu qobiq yopilgach, darvoza yuziga muhrlanadi.
Var oxirgi sanalarda darozdan chiqib ulgurishdi. Tashqarida esa baron va Dante ularni bilan kutib turishardi. Dante: sizlarga nima bo'ldi? Yaxshimisizlar? U yerda nimalar bo'ldi? Shyuri: shunchaki arzimagan narsa edi, to'g'rimi Silya-san? Deb ko'zini qisib qo'ydi. Silya: ha, to'g'ri. Baron darozaning butunlay yo'q bo'lib ketganini ko'rib ko'zlariga ishonmasdi. U bu daroza oylab yoki yillab turadi deb o'ylagan edi. Baron duduqlanib: qanday qilib daroza? U o'z-o'zidan g'oyib bo'ldimi? Sho'ri: u ichkarida nima bor ekan? Nahotki sen uni muhrlashga ulgurgan bo'lsang? Sho'ri vazminlik bilan kiyimidagi changni qoqib: ichkarida faqat bo'shliq va bir nechta toshgan soyalar bor ekan. Men shunchaki darozaning markaziy nuqtasiga qora olov bilan zarba berdim. U esa barqarorligini yo'qotib yopilib ketdi. Hammasi joyida, baronsan. Baron Silyaga qarab tasdiq kutadi. Silya: rostdan ham shunday bo'ldimi? Birinchi sinf o'quvchisi bitta zarba bilan darvozani yopdimi? Silya Shyurining sirni saqlashga qaror qilib, jiddiy qiyofaga kiradi. Ha, baron, Shyurining iqtidori biz o'ylagandan ham yuqori ekan. Unga faqat yo'l ko'rsatib turdim, qolganini o'zi bajardi. Menimcha, uning yurtiga qabul qilingani haqidagi hujjatlarni hoziroq tayyorlasangiz bo'ladi. Yotoqxonadagi sukunat. Ular maktabga qaytib kelishdi. Shyuri charchagan edi. Bizlar hukmdori qiyofasiga kirish uning kichkina tanasidan juda ko'p energiya so'rib olgandi. Xonaga kirganda Mina yo'q edi va ularni xavotir bilan kutayotganda Leyla esa pishillab uxlardi. Mina Shyurining rangi oqarganini ko'rib: Shyuri, rangingda rang qolmabdi-ku, nima bo'ldi? To'xta, hozir senga yordam beraman. Mina Shyurining qo'llaridan ushlab, uning tabiat sehri ishga tushib, Shyurining tanasiga iliq va toza energiya yugura boshladi. Shyuri ichida: bu qizning energiyasi u naqadar musaffo, mening qora kuchimdan keyin bo'shliqni juda tez to'ldiryapti. Rahmat, Mina, endi o'zing ham dam ol. Ertasi kuni kutilmagan dars. Dushanba tongi hamma sinfda o'tirganda xonaga professor Gayl emas, Silya kirib keldi. Silya: bugun professor Gaylning o'rniga darsni men o'taman. Bugungi mavzuimiz xavfli vaziyatlarda jamoaviy ishlash. Shyuri, Dante va Mina, sizlar maydonga chiqinglar, qolganlar esa kuzatuvchi bo'ladi. Sinfdagi zo'rlagan bolalar, ayniqsa Leyla hayron qolishdi. Aynan pastqo'lli Mina va g'alati Shyuri tanlandi. Silya Shyuriga qarab pichirlab: kecha o'rganganlarimizni ozgina mashq qilib olamiz, hukmdorim. Silya Mina va Dante. Mina, sen Dante va Shyuriga o'z kuching yordamida ularga hujum qilasan. Dante va Shyuri esa jamoa bo'lib harakatlanib hujumingdan qochishga urinishadi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa boshlanglar. Dante va Shyuri bir tomonga, Mina esa bir tomonga o'tib olishdi. Mina ko'zini yumdi. Uning atrofida yashil rangdagi ignachalar paydo bo'ldi va havoda muallaq turdi. Maydondagi uchrashuv. Tabiatning g'azabi. Mina ko'zini ochganda uning nigohi odatdagidan ko'ra qat'iyroq edi. Uning atrofida yuzlab yashil ignalar xuddi tirik to'daydek tebrana boshladi. Bu sehr nafaqat jismoniy zarba berar, balki tabiatning sof energiyasi bilan to'lgan edi. Mina past ovozda: kechirasizlar, Shyuri-san. Dante: men bor kuchimni ishlataman, yashil yomg'ir. Mina qo'lini oldinga siltadi va havoda turgan ignalar dahshatli tezlikda Shyuri va Dante tomon uchib ketdi. Ignalar havoda mushtaksimon ovoz chiqarib, yerga sanchilganda tuproqni parchalab yuborardi. Dante qilichini chiqarib, oq nur bilan qalqon hosil qiladi. Oy buy, Mina, bunchalik qattiq hujum qilishingni kutmagan edim. Shyuri-san, orqamga o't.
Sho'ri xotirjamlik bilan bitta ignani chetga surib, Dante faqat himoyalanma uning ignalari har safar qaytarilganda havodagi namlikdan qayta tiklanyapti. Biz unga yaqinlashishimiz kerak. Jamoaviy harakat. Dante o'zining aqli bilan oldinda turib, ignalarni qaytarib yo'l ochdi. Sho'ri esa uning soyasida turib, juda tez harakatlanar edi. Ular birgalikda minaga yaqinlasha boshlashdi, lekin mina ham bo'sh kelmadi. U oyoqlari ostidagi o'tlarni sehrlab Sho'ri va Dantening oyoqlariga chov yasadi. Silya chetda kuzatib, hayratini yashira olmaydi. Minaning bu iqtidori uni faqat hujumchi, balki maydonni nazorat qiluvchi ajoyib sehrgar Sho'ri va Danteni mohirlik bilan boshqaryapti. Bu uchlik kelajakda yengilmas jamoa bo'ladi. Kutilmagan yakun. Sho'ri Dantening yelkasiga tayanib yuqoriga sakraydi. Havoda bir marta aylanib, minaning hujum chizig'idan o'tib ketadi. U minaning ortida paydo bo'lib, barmog'ini uning bo'yniga tekkizdi. Sho'ri jilmayib, "Mot mina. Lekin sening ignalaring dahshatli edi. Agar Dante bo'lmaganimda kiyimlarim kechagidek yirtilib ketgan bo'lardi." Mina sehrini to'xtatib, charchoqda nafasini rostlaydi. "Rahmat, men sizlarga yetib olish uchun tuni bilan mashq qilgan edim." Sinfdagi reaksiya va yangi xavf. Dars tugagach, hamma o'quvchilar minaning atrofini o'rab olishdi. Faqat Leyla chetda tishini tishiga qo'yib qarab turardi. Uning qo'lidagi qalam g'azabdan sinib ketdi. Sho'ri jilmayib, "Ey, Leyla ichida. Bu bo'lishi mumkin emas. Bir hafta oldin u hech kim edi." Sho'ri uni o'zgartirdi. "Bu qizni to'xtatish kerak. Men otamga xat yozishim kerak. Bu maktabda nimalar bo'layotganini u bilishi shart." Shu vaqtda uzoqdan jamoa o'qi juda tezlik bilan keldi va Sho'rining orqasiga sanchildi. Yaxshiyamki, o'q sanchilishidan oldin Sho'ri minani itarib yuborgan edi. Sho'ri yerga yiqildi. Hamma qo'rqib ketib, uning atrofini o'rab oldi. Silya ham ularning oldiga keldi. Silya, maktab shifokorining oldiga olib boraman, sizlar esa sinfxonangizga kiringlar. Sho'ri ovozi bo'g'ilib, "Maktab atrofini himoya qalqoni bilan o'rang. Ibtislar hukmdorning odami minani o'ldirish uchun kelgan edi. Nima uchun ekanligini keyin tushuntiraman." Shu gaplardan so'ng Sho'ri hushdan ketdi. Silya o'zining kuchi orqali maktab atrofida himoya qalqoni orqali o'radi. Keyin esa Sho'rini ko'tarib olib, maktab shifokorining oldiga olib bordi.